Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari, akalarim, ukalarim, opa-singillar, ustozlarim, shogirdlarim. Mana bugun Tojikistondan Jomi akamiz mana mehmon bo'lib keldilar. Bu inson bilan anchadan beri tanishmiz. Xudo xolasa bitta tor yasab beraman Jomi aka degan edim. Mana bitta yaxshi sadafli, chiroyli torni yasab berdim. Bu tor hali YouTube'ga chiqmagan. Shu Jomi akaga nasib qilgan ekan. Men YouTube'ga qo'ymadimki, Jomi akam meni qadrdonim, esdalik uchun deb mana bu anaqalariga mana yozib ham berdim, mana yozib qo'ydik. Ana Jomi akaga esdalik deb. Endi bu torni boshqacha stilda qilganmiz. Mana hozir O'zbekiston bo'yicha mana ustozim Abdulhaq aka qilardilar. Bunaqa stilda tor mana shu sadaflari bitta o'yib qo'yiladi. Chiroyli ishlangan tor mana hech qatida ayb yo'q. Mana gullari, mana anaqalari, dastalari, kosalari, keyin mana bu stoykalari, stoyka deydi bizda. Stoykalari. Mana aka tor sizga buyursin, yaxshilikka ishlating. Qani endi buni chaling endi, Jomi aka. Navozing. Ozgina. Bismillah. Ozgina. Teşekkür, rahmat. Mana shu sadafli torimiz, yagona professionalni yaxshi tor. Xullas, ancha mehnat qilingan 2,5 oy yasaganman. 2,5 oy davomida mukammal ishlangan. Bu 100 yillik katta o'sib turgan daraxtdan bo'lgan 15 yil kosasini uyimda saqlaganman. Mana bu yerda yana mehmonlar bor. Mana navaralari ham kelgan. Navaralari ham ancha chaladigan, yaxshi, xudo xolasi yaxshi hofiz bo'lishi kerak. Jomi aka sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, taningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Gapingiz bo'lsa mana gapiring. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men o'zbekcha gapiryapman-da. Mayli, Tojikiston. Men xeyli xursandimki, mana imroz mo bordim dar do'koni ustod Akoy Mahmudjon هستیم. ما با واسطه نوارهای یوتیوب چندین رولیک‌های رکلاموی این کس رو تماشا کرده بودیم. ما زمستان آمده از این کس التماس کردیم که برای ما یک تور پروفسیونالی صدای جرنگاسی ساخته دهند و من خوشبختانه امروز برای ما این تور نیستن در جهان رو تور نمره 1 رو برای ما ساخته دادن. من از زمین تا آسمان از این کس منتظر هستم. همین را گفتنی هستم که همه اسباب‌های ساختگی این کس به نهایت اسباب‌های خوب میباشند. از نقطه نظر پروفسیونالی این کس به نهایت همه نوزیک‌های ساختن اسباب‌های موسیقی را رعایت میکنند، چون که خودی محمود جان اکا استاد موسیقیدان پروفسیونالی میباشند. در این ساحه زیاده از 30 سال درس رباب دادگی‌اند، در کالج، در انستیتوت‌های مدنیتی. همه تورهای ساختگیشون با یک مهر و محبت ساختگی‌اند، با تمام نازکی‌ها جاگو میباشند. همین پرده بندی‌های کردگیشون با کامپیوتر یک به یک موافقه کرده شده‌اند. با این تورها نواختن همراه انسامبل، همراه اسباب‌های دیگری موسیقی به نهایت قلای میباشد. ما
بنهایت خرسندیم که من امروز نصیب این تحفه برای ما گشت. من از همه تماشاگران یوتیوب، آنانی که به موسیقی سر و کار دارن، تکلیف میکنم که اومده از این کس خریداری کنن، به این کس سپارش ها دیدن، در همین تارهای خوب ساخته گیرن. و محمود جان اکا من برای این منتداری بیان میکنم در کار و کسبهشون، در خاندانشون از الله تعالی فقط فیض و برکت میخوام. Rahmat yetib ishqibozlar sog' bo'linglar. Mabodo torlarga ishqibozlar bo'lsa telefon qilinglar, nomerlarim bor. YouTube'da tor ustasi Mahmudjon deb yozsanglar chiqadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.